Assalamu alaykum Safiya ballar tanrı bulmaq sınıfımızga barlıq xanım qızlar həmmanlarning har joy vaqti xeyirlik bo'lsin. Bugun o'tilgan yangi dars alayda tamlik guruch uni bo'lmaqi. Kerakli materiallar guruch uni bo'lmaqidan bir xalta, quyuq qalatib pishirilgan, tuzilib pishirilgan, sho'lidan bir piyola, muvofiq miqdordagi qizil sabza, mayliq yesillik. Qizlar mushu sho'ylimizni oldi bilan mushu bo'lmoq qachimiz to'kkandan keyin boyaqi guruch uni bo'lmoqimizning yarmini to'kib olamiz. Ham buni tekshi aralashtiramiz. Qizlar buni mushu ezish mashinamizga silib, mushu quyuq qalatda hech qanday material qo'ymay buni ezib tayyor qilamiz. Qizlar mana boyaqi sho'ylimizni mushunda qalat ekib oldik. İntayin quyuq bir xil holatda jumi ko'ringlarmi mana. Mushunda qalatli bo'ldi. Qizlar mana amdiki qadamda mayliq yesillik bilan qizil sabzini ezib tayyorlaymiz. Qizlar mana bu guruch uni bo'lmoqimizmi tayyor bo'ldi. Intayin yeyishlikka. Qizlar men boya deyishni unutib qoldim. Mushu ko'katlarni ezgan vaqtimizda qizil sabzi bilan palakni ezganda az miqdorda mushu sho'ylining suyini quyib ezsizlar. Bo'lmasa undan ezilmaydi. Hammalarning bir qitib sinab o'qishini umid qilaman. Intayin yeyishlik, intayin quvvatli bo'lgan bir xil bolalar bo'lmoqqa. Intayin yeyishlik bo'ldi. 6 oylikdan yuqori bolalarga bersanglar bo'ldi.